Bizda ikki xil stop znaklari bor. Birinchisi to'xtashga majbursizlar, ikkinchisi to'xtamasalaring ham bo'laveradi. Bunga to'xtashlaring shart emas. Chunki bu temir yo'ldan 15 yilmi, 18 yil bo'lgan poyezd umuman o'tmaydi. Kamiga ko'rsalaring bo'ladi. Asfalt qilib tashlagan ustini, asfalt bo'lgandan keyin o'tmaydi-da. Endi buni sabablari yomon tomonlarini aytaman. Birinchisi vaqtlaring ketadi, ikkinchidan mashinani kalotkasi, nakladkalari tez buziladi to'xtavergandan keyin. Uchinchisi eng yomoni bor. Katta 50 tonna yuk bilan kelib to'xtagan mashinadan bir to'xtab qo'zg'algandan keyin faraz qilinglar, qanaqa qora tutun chiqadi. Oppoq kiyinib orqasida tura olmaysizlar-ku, gulishtilni oldida. O'shunaqangi havoga zahar chiqadi-da. Toshkentni ko'rib turibsizlar, havosi birinchi o'rinda necha yillardan beri ifloslik bo'yicha. Ekologiyaning eng yomon iflos qiladigan narsa mana shu bo'ladi. Iltimos olib tashlaylar. Buni joyini aytmayman, mayli, chunki rahbarlari yaxshi odamlar. Qachon temir yo'ldan poyezd o'tishni boshlaganda yana video qo'yaman, o'shanda to'xtaysizlar. Hozir to'xtamasdan bosib o'tib ketaveringlar. Aks holda bizga havomiz zaharlanishiga o'zlarining hissalarini qo'shib qo'yasizlar. Shofyor akalar